Qaranglar, mana bu bechara itni ko'ti yirtilib ketib, mana bu ta'ziviy suyagi sinib ketgan polностью. Yo'q, bunaqa qattiq chichmagan. Buni iznasиловать qilishgan. Onasini imsin buni boshqa hayvon qilgan desam agar hayvonlarning chestiga tegan bo'laman deb. Представляете, itni, ya'ni bilasiz, itni onasini imsin buni erkak qilgan, erkak zoti qilgan. Lekin mayli, erkakligini naijat qilmaylik, balki itni o'zi aybdordir. Balki fig его знает, biza yo'q edik yo'da. Balki o'zi it ko'tirimda to'nqayib, uni provokatsiya qilib turgandir. Biz bilmaymiz-ku. Balki it o'zi xohlagandir, bunda ko'tlarini likillatib yurgandir, uni ko'zini o'ynab. U ham mayli. Endi mana buni qarang, mana. Shunchasi qichiyotgan erkak mana. Shunchasi qichiyotdi mana. Chiqaryapti asbobchani, yerda temir bor mana. Temir tesak. Temirda miminchigida teshigi bor ekan-da, shu aybi teshigi borligi ekan mana. Mana, voy ko'rmanglar. Вот любой nasilshikni topib olgan gapi жертва, ya'ni jabrlanuvchi o'zi meni provokatsiya qildi deyshadi-da. O temir seni nima qilib provokatsiya qildi? Onasini insin, aybi uni teshigi borligimi? Uni teshik qo'yishgan unga, biladi. Yomg'ir yoqqanda, ana suvlar o'shaning ichiga kirib ketsin yeri tegiga deb. Sen chuchukchangni tiqdib emas. Ha ola qirilib ketgur, plus maras, zoofil, pedofil biladi. Yosh bolalar qolmadi. Hayvonlar qolmadi, temir tersi matoqlarni nasillik qilishyapti. Itper qani kelinglarchi, menga bu brontalarini aytinglarchi, ot nito kiyingani uchun u qizni nasillik qildi yoki sal makiyaji yarki bo'lgani uchun qildi deb. Ya'ni salan turishlaring bu от природы taki shunaqa diki bir balosilar bor-ku, ko'nglimni aynitdinglar. Qirilib ketgur iloyim.